Davom etamiz o'rtoqlar. Kim sezgir oranglarda? Sezgir kim? Men. Bular. Sezgir. Siz sezgir. Ha, Aysen ham hech narsani sezmaydi. Yo'q. Shunchaki o'tkazib yuboradi bir xil paytlari. Uxlayotganda ham hattoki siz sezgiroq uxlaysiz, bular bemalol. Unchalik bo'lmang va kimga o'g'irlab ketib qolmasin, Aktyorlik mahoratida bilsanglar 6-sezgi bor. Ha. Sezish. Ana shu 6-sezgilarni qanchalik yaxshi ishlashini sinab ko'ramiz. Bir sirli mehmon tashrif buyuradilar. Siz o'sha sirli mehmonni kim ekanligini topishingiz kerak emas. Aksincha, birinchi bo'lib o'g'il bola yoki qiz bola ekanligini, xo'p, ikkinchi bo'lib uni kasbini, uchinchi bo'lib esa oilali yoki oilali emasligini topishingiz kerak bo'ladi. Bizning ko'rsatuvimizning qiziq tomoni ham shunda. Shunchaki niqoblangan holatda sirli kimsa chiqadi va endi bir sharti bor, albatta ular gapirmaydilar. Gapirmasa, Ha. niqobda bo'lsa qayerdan bilamiz uni? Shu sezgini ishlatib topasizlar deyapman-ku. Hurmatli tomoshabinlar, top sharti va kutib olamiz. Sirli kimsa, marhamat. Yaxshi, ko'p qibrlab olmaymiz sirli kimsa? Sezib qolishlari mumkin. Yaxshi shap chiqib niqobni yechib olmadilar, bunday qilib. Buncha qo'rqinchli. Da, men bildim sizni. Xo'p, demak, birinchi xulosalarni eshitamiz. O'g'il bola yoki qiz bola? O'g'il bola. O'g'il bola. Ikkalarida ham o'g'il bola varianti. Nima uchun o'g'il bola deyapsiz, Aysen ham? Qo'llari aytib turibdi-ku. 5 olganda bildim hozir. Qo'llar nozikkina-ku. Ozg'in-da? Ozg'in, balki qiz boladir. Yo'q, o'g'il bola. Ha, demak ikkalarida ham o'g'il qiz bola bo'lganda sochiga qarab chiqardi. Sochini qarang, teng bo'yoq. Yaxshi. Xo'p, demak ikkalarida ham o'g'il bola qoladi. Ha. O'zgarmaydimi? Yo'q. Balki o'zgartirasiz shaxsini ham. Yo'q, o'g'il bola. Demak. Ana. Yo'q, qo'ying. Yo'q, ko'p urolmang, iltimos. Ko'p urolmang. Yaxshi, demak. Yaxshilab qaranglar, balki qiz boladir. O'g'il bola, mana qo'llari, oyoqlari yetibdi. O'g'il bola degan qarorni berishdi. Endi o'g'il bolamisiz? Qoshini ko'tarmadi. O'g'il bolamisiz? Demak, hozircha yaxshi boshladinglar. Chunki bu o'zi haqiqatan ham bir turishda, bir qarashda o'g'il bola yoki qiz bola ekanligini bilib olish oson. Endi murakkablashtirib boramiz. Mehmonni kasbini aytishlar kerak bo'ladi. Kasbiga o'tamiz, marhamat. Birinchi xulosa. Variantlar beringlar. Endi bilmaymiz, balki kasbi nafturlar. Balki dehqondirlar. Shuni topishlar kerak bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga ham qiziq. Dehqonman deyaptimi? Nima deyapti? Nima deb o'ylaysizlar, kasbi? Aktyor. Ha, demak, haligi harakatlaridan aktyor deb o'ylayapsiz, sizchi? Aktyor. Aniq. Tiniq. Boshlovchimikan yoki? Aktyor. O, shaxsan ham. Yo'q, aktyor. Aktyor. Da. Oxirgi qaror? Aktyor. Aktyormisiz? Ikkinchisi ham yaxshi. Nima dedim? Aktyor. Va nihoyat endi mana shu sirli kimsani eng haligi nozik, ya'ni bir qarashda xatti-harakatlardan ham ilg'ab olish qiyin bo'lgan holatini, ya'ni oilali yoki oilali emasliklarini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Oilali emas. Nima uchun unaqa deb o'ylayapsiz? Menga ko'p qarayapti chunki. O'ynaganimda ham hozir menga ko'zini suzib o'ynadi, lekin. Suzib o'ynadi. Ha, balki xotindan qo'rqmas. Xotini bo'lganda sochini yuvib kelar, Bugun sochingizni yuvmagansiz yomon pand beryapti-da mehmon. Bir yuvib chiqamizmi? Oilasiz bu shu boshlovchimiz Muhammadxo'ja. Ha? Yaxshi.
Yaxshi. Siz Muhammadxo'ja deyapsiz. Qani u? Ha? Yo'q, Muhammadxo'ja yo'q. Ishi bor edi. Siz Muhammadxo'ja deyapsiz. Muhammadxo'ja uylangan-ku. Uylanganmi? Ha? Uylanganmi? Ha, uylangan-ku. Emas. Men bilmas ekan. Emas. Yo'q, yaxshi, uylanmagan Muhammadxo'ja. Demak, nima qilamiz? O'zingiz niqobini yechib ko'rasizmi? To'g'ri, shoshilma. Hurmatli tomoshabinlar, diqqat qilamiz va biz sirli kimsani o'sha 3-savolga javob oladigan payt keldi. 3-savolga javobini o'zlaridan bilib olamiz. Ikkalasi ham hozircha aytayaptilar, oilali emas deyaptilar. Marhamat. Yo'q, oilali unda Muhammadxo'ja uylangan bo'lsa oilali. Oilali deyaptilar-a? Uylanmagan dedi-ku. Oilali emas Muhammadxo'ja ham. Ha, bo'ldi. Demak, aniq fikringizda qolasiz. Ha, o'tiring, keling. O'tiring, mehmon, o'tiring, marhamat. O'tiring, mehmon. Diqqat qilamiz va sochlarni o'rib qo'yib, sekin. Marhamat, bir. To'xtang. Voy. Men biluvdim. Voy, Rostdan. tashamay yozib yubormasinlar. Rostdan. Keling, tomoshabinlar qiziqtiramiz. Siz bu insonni taniysiz-a? Men taniyman. Demak, bu insonni oilali emasligini ham bilasiz. Bilaman. Aniq oilali emas. O'yinga aytmading-ku meni, oilali emassan. Oilali emas. Oilali emas, sensirayaptilar hattoki. Shu yerdan bilsak bola yaqinroq odam bo'lishlari mumkin. Demak, ochamizmi seni? Ha. Marhamat. Men bittada tanidim men. Aktyor va bloger Behruz Madazimov edilar. Chiroyli olqishlar bo'lsin. Olqishlar. Yo, nega buni xayollariga meni variantim kelganiga men. Balki sizda ishi bor. Yo'qolib qolganingizga shunaqa dedi u. Insonda 6-hissiyot, 5 ta sezgi bo'lsa, 6-si o'sha qalban sezish deydi. Qalban o'sha 6-sezgi bilan sezildimmi men hozir? Siz 6-sezgi bilan sezildingiz. Bu ajoyib shart uchun Comedy 5 rezidenti Ochilbek Hamidovga qarshi chalib qo'yamiz. Rahmat. Davom etamiz. Behruzbek, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Men ham juda ham xursandman. Juda ham katta savoblashga qo'l uribsizlar, kursdoshlar yig'ib. Mashhur gap bor, biz yig'ish hech kimga emas. O'shani sizlar nima qilyapsizlar? Isbotlayapsizlar sizlar. Yig'ib qo'yyapsizlar, yig'ib isbotlab beryapsizlar. Bunaqa ko'rsatuvda menimcha birinchi marta qatnashdingiz. Birinchisi. Behruz bilishadi, juda ham bir yumorga boy, lekin yo'nalishi drama. O'zi dramadan chiqqanlar shunaqa yo'nalishda yaxshi o'ynaydi deb o'ylayman menimcha. Teskarisi-ku Oysanamda. Komediyani ham yaxshi o'ynaydi. Prosta komediya rol berishmayapti-da. Komediyani ham spektaklda komediya rol o'ynaganmiz, diplom spektaklda. Partnyor bo'lib, tem bo'ldi o'zbekchasida. Vaholanki, bitta emas, ikkita personajni gavdalantirgan spektaklda. Gavdali bo'lganda ular. Bittasi sal gal Ro'zaman sal til kelishmayapti. Gavdaliroq, bittasi sal qariroq. Ikki xil personajni gavdalantirgan. Bir-biriga teskari. Orqasida ham ikkinchi personajni boshi bo'lganda. Yo'q, boshqa kiyim. Hozir pauza qilib kiyim olyapmiz-ku. Bu spektaklda pauza bo'lmaganda. Bizda bahona ko'rishdik. Anchadan buyon ko'rishmadik haqiqatdan. Anchadan beri, bu bitirgandan beri bo'lsa kerak. Bitirgandan buyon ko'rishmadik. Bo'lmagan, top qo'yishim qani. Rostdan? Lekin men bularni kuzatib turaman. Qanaqa, tarmoqlardan. Yaxshi yo'nalish, o'ziga tushadigan yo'nalishni tanlagan. Va xoh u komediya bo'lsin, xoh drama bo'lsin, ikkalasida ham yaxshi eplaydi Behruz. Siz ham shu fikrdasiz. Yoshlikdan shu fikirdaman. Tug'ilganimdan shu fikirdaman. Albatta, hazil-huzul qilamiz. Bugun bayram, bemalol bularni umuman mana Oynai jahon orqali 100 yillarni tabriklasangiz bo'ladi, xotin-qizlar bayrami bilan. Bor shunaqa bayram, bilasizmi o'zi? Shu bo'lmaganda ham mayli. 8-mart bilan xalqimizni barcha xotin-qizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Hech qanaqa hazilsiz. Dunyoni ayollar chiroyli qiladi-da. Erkaklar ushlab tursa, ayollar chiroyli qiladi. Bu gapingizga qo'shilaman lekin. Men o'zim hozir o'ylab topdim, chiroyli gap aytdim. Lekin men jiddiy yoki kulvorish haqidagi mavzuni bekorga ochmadim. Keyingi shartimizda asosiy vazifa bunda Behruz ham qatnashadi, men ham. Lekin bu shartni Jasur Dostonov, Comedy 5 rezidenti shu bola olib boradi. Kulish va jiddiylik o'rtasida bu shart.